Ortaklar bugün 6 yanvar 2026 yıl. Köçe, atmosfera, tuman mı yaptı? Çağın mı ne oldu bilinmem. Yollada ehtiyat bulamız. Atak bir an tarafta ise düeleng mı tuttuğuna. Tesavvur etin garajınızda girip tutsuz garajınızda teleleyip tuttu işin dinlersene. Vay bu kaysa bir ne diyeceğim ekende. Oylap ham kalarsız. Hop Malibu maçlarımızdan harika turlarından bağ. İyi bir an tarafta Equinox maçlarımızdan hem harika turlarından bağ. Metanlı variant ismi, propanlı variant ismi, benzinde durgan variantımı her xil turları. Xullas, bu maşinlar indi turbina, metan propan koysanız ham bir rasxoti zo'r tushadidan, lekin u rasxoti kamaygani bilan mashinada yurib yotadi degan yeri yo'q. Turbina bu bilan chot yetib yurib beradi. Metandan propandan zo'r yuriydi. Konkretni aytganda 2019 yıl 2'lik turbina, Malibu 2, tonirovka, 4 yumuşak balonu var. Şumkası yok hadi şumka. Sasteniya zor maşin benzinde. Makul deseniz 100 bin yürügen. Narxı 285 bin olsun. Gelesiz 275-265 diyen makalarım. Doğru ege bilen gepleşken halda. Siz yanlı bu berip savdalaşıp veremiz. Ege bilenem. Siz yanında durup. Halasanız Bru 5 turbina variantta Malibu 2 maşinimizden var. Bu maşinimiz pasti salondan çıkan şudur şuna desem oladı. Sebebi balon özünü salondan çıkan variantı. Ve içki kısmı ham şu narsa şu. Temboli Bru 5 maşin bilesizler. Bu tovar boladı, maloshniy svet boladı salon. Sel bir ahvol og'ir qoladi. Yurgan bo'lsa ko'proq. Yani. Atak normalni sostoyanida tutmaydi, ozgina bu tovarlari saraygan, mazatib bir himchisiga kerak. Himchisiga ham qilib beramiz xohlasangiz. 50 bin 60 bin probekda. Yana 53 bin probekda ekan. 2020 yıl benzinda 270 milyon so'm. Albatta aytilish. Xohlasangiz naqd partiya sessiyasida ishimiz. O'zingizda bir mashinangiz bo'lsa, barter ham qilib qo'yamiz. Ve albatta aytilgan bahodan kelishib ham beramiz. 2021 yıl Premier Malibu ne deysiz? Chisti rasxotini qadrlovchi, pulini hisob kitob etib turuvchi odamlar uchun zo'r. Sababi metan qo'yilgan. 1300 dollarga metan qo'yilgan bu mashina. Haqiqiy Premier LCD'lari ham qizdirish, ham sovutish rejimi bor. Zavodskoy. 95 bin probekda metan. Şumka yok. 4 yumuşak balon. Başka vecih yo'q o'qishni mes xadoyam qilingan, taqlangan. Qaradan bezganlar uchun bu yoqda yana beli jemchuk rangda. Oqda boq emasdan bu. Svet lekin de o'zim yaqadan svet. Ko'pchilik adaman chiq bilinma. Tonirovka 6 oy 7 oy ruxsatnomasi bor. 31 ming probekda haqiqiy Premier bu mashinamiz ham 2022 yıl chisti salondan paket mashin minib chiqqandan bo'lasizlar. Yana. Pashti 0 ni keypini beradi. Yurmayandi keypini. Narxi 335 milyon so'm aytilishi. Xolasangiz 325 bo'lar, 320 bo'lar. Kelasi savdolashaveramiz. Bu an tarafga chetroq e'tibor etmanglar. Ozgina bardak dedik-ku. Hop. Malibu 2'ni qarasina, Premier. Ma'qul desangiz. Sveji mashin, 4 yumshak balon mers hadovi qilingan. Shumkasi yo'q, tonirovka qilingan. Mashin benzinda, probeklar ham kam, 54 ming yurt tut. Zo'r sostoyeniya. Yana. Ma'qul desangiz. Podogref obduflari bor. Даже arkadan o'ylagan holda arkasi deganada mena podogref bor. Qizradan rejim. Kolonka sistemasi, qo'shiq sistemasi, akustika bu narsalarga boshim yomon. Bu narsaga to'g'risi lishni vaj kerakmaydi. Akustika taxlab o'tirmak ham shart emas. Monitor ham original, kolonkalar ham original. Haqiqiy. 2020 yıl Premier Propanam bor, 51 ming kilometr tuttu. 270 milyon so'm. Ha bu nakva? Oksiyet. Oksiyet. Tamam. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa uni ham obzorni qilamiz.
BD maçla aytıp bolup. Hop 204 atmosferni. Ne deysiz? Hakiki eşek motor dedik u. 4 yumuşak balon Mercedes kılıngan. Holati zo'r. Sidinani ko'pchilik adam yensilgan dedi. Bir şey yaptı dedi. Şimdi çexol koygandan bo'ladi ko'pincha. Çexol tortadi ham bu yoqqa, bu yoqdan bir-birine. Aşını hesabına. Rullada okulgan, çok çıkılıyım yine. Mazzatif. Şimdi koca diyen bilen bir ilerledi da. Benzinde 255 milyon son. Bahası 18. yıl. Equinox maşinına xullas ne desem. Ne gerek olsa hemen narsa kılıngan, hemen iş kılıngan Equinox göstermezler. 2021 yıl en fullu Hadoy sistemi taklangan, 4 yumuşak balon koyulgan, şumke full kılıngan, parok koyulgan, tonirovka urulgan, polirovka kılıngan, himchiska kılıngan. Birden salon laminasiyasi kelmiz ekan. Baring bonusuna 10 ishlam qilib beramiz. İdarji mashina propanam sunovka kılıngan. Ne deysiz? Zo'rmi? Eng fulli Abduf podograf bor. Panorama lyuk bor. Narxini 335 milyon so'm qilib qo'yibmiz. Galing qarab bo'lsin 325 ham, 320 ham emallaymiz buni. Egadan gaplashib beramiz. Ina motor qismi. Motor qismi himchiska bo'lgan, konkret turibdi mavzu. Plapa. 2021 eng fulli. Kraska родной. Kraska родной dedik-ku. Budjetli variantini izleyenler için Equinox'ni bu yan tarafta 330 milyon soma 2022 yıl. Saka diske 4 yumuşak balon koyulgan, parok koyulgan bu maşinam. Maşina 60 bin Newton tuttu. Mıngam himchiska polirovka ishlari qilingan. Akkurat ne duribdi maşina. 60 bin probeg, benzinde. Yine duruş maşinada. Hech qanday yenchilib kırılıp kırçılıp yotgan yeri yo'q. Yirtilib ya kojasi. Salon laminatsiya qilingan. Ma'qul desangiz. Keyingi masalada bu yoqda Equinox yana bir 2023 kerakmi sizlar shundan? Mana. Narxi 345 milyon so'm. Baring 340 milyon so'm. 2023. Ne deysiz? Balon o'zining sosteniyasi salondan chiqqan balondan shu родной balon bo'ladi-ku. Sal kattaroq bo'ladi lekin hali yurib beradi ham. Protektorlar joyida. Bir 15-20% ketgan protektor. Hop. Eng full desam, ozgina adashgan bo'laman, eng fulldan bir pas. Ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Eng full qora bo'ladi patolog. Bulayna. Vergim nesiyot. Hop 340 milyon dedim. 2023 yıl. İkinci pozitsiya yana motoruna soğum deymi. Dur şudur şunda. Çanga bilen. Bu ajan çıkarız. 2023. Ne deysiz? 4 yumuşak balon, Nexon balon taza. Şumkezi kılıngan polni, tonirovka urulgan. Narxini 36.500 dolar qilib beramiz. Ma'qul desangiz. Travers canavar yaman bir. Polni shumka, tonirovka qurg'oy. Voy boy. Oynani. Kraska boyada o'xshaydi bir detaldan, ikki detalda. Burası göz tufağı arasında. Narxini 36.500 dolar qilib beramiz. Benzinde maşin. Ma'qul desangiz kelaverasiz. Telefon nömrələrini qaldıramiz 90 738 88 89 bemalol bağlansanızda, xalasanızda Equinox, xalasanızda Malibu maşinlarını hər xil turlarından tapıb verəmiz. Ham bir Ege'de bir XL maşinimiz var. XL biləsizlər Malibunu hazırki çıxıb turğan variantı. Başta 204 atmosferine çıktı. Özü 204'ten hem eldeyin Amerikanski çıktı hibrit. Keyin 204 çıktı. 204'ten keyin Buru 5 bilen 2'lik turbinan özü çıktı. Mini variantla. Ya Buru 5'likler çıktı. Keyin ise Premier çıkıp başladı. 2'likli Premier Abduf rejimler koyuldu. Arkalarına podograf koyuldu.
Ahırda ise hazıram salonda bayına 2025'ten ba XL varianttaki Malibu çıktı. Şimdi XL variantta Malibu maşinimiz var. 2024. İyi geden o maşın indi bir de yok çünkü. Ağzaki tutma. 2024 28 ming probekte polni shumke, mordalari broni plyonka, Mercedes qilingan, 4 yumshoq balon tashalgan, tonirovkasi bormaydi, yo'qmi, toshib bilmayman, men baring tonirovkasini ham bonusini qaytarib beramiz ekan. Narxini 365 million so'm aytib qo'ydik. 2024. Kraskalar ham toza. Morda qismi polni bron, 4 yumshoq balon shumka, polirovka himjiskalar ham qilinib, ishqib xullas mozza mashin. Hali bir nasib keyingi videolarda ko'rsatamiz. Bizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Telefonum bilan aytib o'tdim 9738 88 89. 9738 88 89. Equinox eng fullini izlayanlar uchun eng fulllardan bayna. Eng fullini ya patologi boshqacha bo'ladi deyarimni ko'rsatib o'taman. Mana zavodskoy qora. Tovarlar ham zo'r ishlangan patologi. Tovarlar ham yaxshi ishlangan lekin. Yani saraykalardan, ya quyosh olgan vaqti akarkalardan tovar emas. Chang tortadan. Grubi chang degan vaqti tutadidan, lekin atak o'zi chang tortmaydi. Tovar yaxshi ishlangan. Zo'r. Patolog sistemasi. 2023-22 lar 380, 370, 360, 390. Baring 6000 km yurgan ham bor. Shimadi shu. Bergimadi. 6000 probek. Haqiqiy 6000 yurt tuttu. Ina. 2023 470 milyon so'm. Parok qo'yilgan bo'ldi. Lishni boshqa vaji yo'q. Sonlamatsiya qilingan. Mashin benzinda haqiqiy 6000 yurt tuttu. Ina, dursana, hali motiv bo'ldi baku. Sidinalar ham obshivkalar pedasam. Motiv ko'rinishini tuttu. Hech qanday yaldirab bir ya o'chib yotgan joyi yo'q, kiro. Marka kaç kavrası? Imo, Telegram, WhatsApp. Niçki dese şunu tap veremiz.